Assalomu alaykum Zarafshon sayl obunachilari. 19-mikron va 12-mikron katta yo'ldan shundoq xayrlashinglar bilan yulduzli oqshomlardan keyin ikki etajli zdaniyamiz. Ko'rishinglar mumkin. Suv, svet, gazdan umuman muammo yo'q. Kanalizatsiya hamma joylari ishlaydi. Qurib bitirilgan zdaniya. Bu zdaniyamizni birinchi etajlarini xohlasanglar sklad, xohlasanglar magazin uchun beriladi. Mana bunaqa magazin uchun qilingan. Ichma-ich 5 ta ketma-ket qilingan. Xohlasanglar alohida olishinglar ham mumkin. Restoran qilib ishlatishinglar mumkin, mehmonxona qilib ishlatishinglar mumkin. Xohlasanglar pastdan restoran, tepa qavatini mehmonxona, sadik qilib olishinglar ham mumkin. Ikkinchi qavatlarni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan old tomonda ham, orqa tomonda ham zdaniyamiz chiqsa bo'ladi. Bu tomonda 300 kvadrat bo'lingan. Bu tomonda ham 300 kvadratga mo'ljallangan, xonalari sklad qilingan, spalni qilingan, koridori juda ham katta. Bu yoqda sanuzillari ham alohida, hojatxonalari. Bu yoqda dushlar ham qilib qo'yilgan. Детский xonamiz, ikkita spalni, bemalol bog'cha qilib ishlatishingiz mumkin. Xohlasanglar mehmonxona qilib ishlatishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdagi xonamiz 560 ga 11.6. Juda ham katta, 50-60 kvadratdan qilingan. Zarafshon sayl uchun mana shunaqa noodatiy biznes boshlamoqchi bo'lganlarga bog'chalari bor yoki restoran, bar, kafe qilmoqchi bo'lganlarga ham ijaraga yoki sotuvga qo'yib yuboriladi.